Zayevey ismli bu erkakka ota-onasi yoshligidan tejamkorlikni o'rgatgandi. Uni onasi doim kranni sekinroq ochgan, tomchilatib ochgan qo'lingni yuvish uchun, yaxshisi tog'oraga suv to'plab qo'lingni yuvgandirdi. Uni kiyayotgan kiyimini, yegan ovqatlari doim ota-onasi hisoblab borardi va juda ham qattiq tejamkorlikni o'rgatgandi. Hattoki hojatxona qog'ozini ham unga bo'lib berardi va qancha ishlatishini aytardi. Bugun biz sizlar bilan juda ham zo'r komediya ko'ramiz. Zayevey ota-onasi tarbiyalagandek juda ham tejamkor va juda ham qizg'anchiq bo'lib o'sadi va uni ota-onasi vafot etgandan keyin bitta o'zi yashayotgan bo'ladi. U hamma narsani xuddi ota-onasi aytgandek qilardi. Suvi kam ishlatardi, tish pastasini eplab ishlatardi. Hattoki u pul ko'p ketmasin deb har doim magazindan просроченный tovar yeb yurardi va qachonki magazinda muddati yaqinlashib qolgan tovarlarni sotish uchun aksiya qilganda u doim birinchi bo'lib borardi. Bir kun Zayevey liftda hushdan ketib qoladi va doktorga borganda uni miyasini MRT qilib, doktorlar sizning miyangizda o'simta bor ekan, sizni vaqtingiz juda ham kam qoldi deydi. Zayevey o'shanda vrachdan qancha qoldi deb so'raganda, atigi bir hafta 10 kun vaqtingiz bor deydi. Buni eshitgan Zayevey, nahotki men endi o'laman, nahotki shuncha ekonom qilganim bir tiyinga ketdi deb, shu 10 kun ichida juda ham boshqacha yashashga qaror qiladi va hattoki uyni arzimagan pulga sotadi. Shundan so'ng yoshligidagi 4 o'rtog'ini topadi. U o'rtoqlardan boshqa Zayevey hech kim yo'q edi, na oilasi, na boshqa do'stlari. Bu filmning davomini men keyin sizga kanalga tashlayman. Agar siz komediya yoki hayotiy film ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu film aynan siz uchun.